Kecha soat 10. Yaqinim kelib qoldi, vaziyatni tushuntirdi, $100 qarz berib tur dedi. Og'ayni, men ko'p kuyganman. Shartlarimga rozi bo'lsang beraman dedi. Hop dedi. Pul olayotganini alohida telefonga syomka qilib oldi. Keyin men berayotganimni u olayotganini alohida yana syomka qilib oldi. Uyda choy ichib o'tirishgan ota-onam, "Kelinglar" dedim. Birgalashib men berayotganimni, u olayotganini ular qarab turishganini yana syomka qilib oldi. Tilxat yozdi 6 nusxada. Bittasi o'ziga, menga, adamga, ayamga, mahalla raisiga notariusdan tasdiqlatib oldik. Notarius bilan ham qarz olayotganini syomka qilib oldim telefonga. Keyin uni uyiga bordik. Uydagilarning oldida qarz olganini syomka qilgani. Ko'p kuyganman-da. Onasi syomka qilib berdi, mobilografga o'qiyotgan ekan. Qarzini vaqtida qaytarmasa, endi favqulodda vaziyat bo'lishi mumkin-ku. Kasal bo'lib qolishi mumkin, ustiga daraxt tushib ketishi mumkin, jinsini o'zgartirishi mumkin. Shunga kafil inson topdi. Unga ham tilxat yozdirib oldimda, telefonga syomka qilib oldim. Olgan videolarim o'chib ketishi mumkin deb 3 ta fleshkaga, keyin ishxonamdagi kompyuterga bitta-bittadan nusxa tashab qo'ydim. Meni bezovtaligimni ko'rib, tinchlantirish uchun mashinasini ham zalogga tashab ketmoqchi bo'ldi. Shunda ham nimagadir ko'nglim bo'lmadi. Ko'p kuyganman-da. Og'ayni xafa bo'lmaysan deb bergan qarzimni o'sha kuniyoq qaytarib oldim.